Assalomu alaykum To'g'ri Sunnat kanal a'zolari. Bugun biz sizlarga biri-biridan ajoyib bo'lgan, ajoyib deganimiz sababi figuralari ham, ko'rinishi ham, pishirishi ham boshqacha hammasi yo'qdan ajralib turadigan grill apparatlari haqida gaplashamiz. Video davomida bu apparatlar narxlari, funksiyalari haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Birinchi bo'lib obzor qiladiganimiz ko'rinishi noodatiy bo'lgan 6 qirrali grill apparat deyiladi. Bu grill apparatimizni 4 ta balon bilan jihozlangan va albatta ko'rishdan bu oldi tomoni yaqinroq olib keling, ikkita grill ilinadigan joylari bor. Ya'ni har biriga tovuq ilinadi va ikki chekkasida garelkalari bor. Shu ikki tomonda garelkalar orqali tovuq aylanib pishadi. Bu ko'rinishi juda ham chiroyli, marketing jihatdan klientlarni o'ziga jalb qilish imkoniyatini beradi. İçinde lampochkasi bor, yonib bemalol misol yoqib qo'ysalaring, bemalol klientlarga yana ham ko'rinib, yana ham jozibali ko'rinishga olib keladi. Buni orqa tomonida eshigi bor. Eshigi ochilib, har bitta kolsosiga 4 tadan tovuq ilsa bo'ladi. Ya'ni bu degani jami bu yoqda 4 ta, bu tomonda 4 ta. Xo'p, bir tomoniga 12 ta bo'lsa 24 ta umumiy hisobda tovuq sig'adi. Endi buni minimum holati aytaylik 18 tadan boshlanadi. 18 tadan 24 tagacha bemalol tovuqlarni ilib pishirsa bo'ladi. Bundan keyingisi, aytgancha bular hammasi gazli bo'ladi. Shularni ham bir qator aytib o'tib ketaylik. Hamma apparatlarimiz gazda ishlaydigan bo'ladi. Bunisini narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda narxlari $690 tashkil qiladi. Undan keyingi modelimiz juda ham ko'p joylarda ishlatiladigan, eng populyarniy model desa ham bo'laveradi. Buni gorizontal grill apparat deyiladi, gazli bo'ladi. Buni xohlasangiz tevasiga qo'shib ketsangiz bo'laveradi shu turishcha. Balonlar bilan asnishon, keyin buni ichiga ko'rasizlar, 3 tali garelka qo'yilgan. 3 ta garelkasi bo'ladi har bitta qatori uchun. Bularga umumiy hisobda 15 tadan 18 tagacha, maksimum 20 tagacha tovuq sig'ib ketadi. Bular ham gaz bilan jihozlangan bo'ladi. Knopkalarni ko'rib turibsizlar. Bittasi mana bu chiroqniki, bunisi faniniki, ya'ni havoni parra bilan aylantirib, yana ham yaxshiroq pishirib beradi. Ventilyator bilan ishlayveradi. Keyingilari gazlarni o'chirib yoqqan har bir qatorniki отдельно bo'ladi. Xo'p, undan keyingi apparatimiz mana bu to'rtburchak ko'rinishdagi grill apparatimiz hisoblanadi. Bu apparatimiz ham xohlagan joylaringga qo'yib qo'yaverasizlar. Tagida o'zini yog' oqizib oladigan joylari bor. Mana yog' yoki seli oqsa, tagidan oqib tushib ketadi. Mana bu patnasiga tushadi. Patnasdan olib to'yga berib qaytarib solib qo'ysangiz bo'laveradi. Bu apparatimizni ham ko'ryapsizlar, 4 ta iladigan kolsolari bor. 2 tadan garelkalar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu apparatimizga xo'p 12 tadan 15 tagacha tovuq sig'adi. Bu sal kichkinaroq ob'yomdagisi. Aytgancha narxini aytishdan chiqib qopti. Mana bunisini ko'rinishi, mana bu ko'rinishdagi grill apparatimizning narxi $720 chiqadi. Bunisining narxi $490 chiqadi. Hammasi balon bilan jihozlangan bo'ladi. Bemalol yo'q bu yoqqa aylantirsalaring bo'laveradi. Joylarni o'zgartirsalaring bo'laveradi. Bu apparatni gapirmaganim sababi bunga отдельно oxirida to'xtalib o'tamiz. Bu zamonaviy tandir deb ataladi. Xo'p, keyingi apparatimiz bu yumaloq grill apparati deyiladi. Buni ko'rib turganlaringdek balonlari bor va tormozlari bilan jihozlangan. Tormozni ezib qo'yganmiz ana. Buni tormozni bo'shatib, old-orqa jildirsa bo'ladi. Eshiklarning ruchkalari bo'ladi. Mana. Eshigi shu ko'rinishda ochiladi. Bundan 3 ta kolso va ilgaklar bilan jihozlangan. Yaqinroq olib kelingda garelkasi 2 ta bo'ladi. Garelkani bittasi bu tomonda, bittasi o'rtada joylashgan. Ya'ni bu apparat ichki tomondan va tashqi tomondan pishirish uchun mo'ljallangan. Bu apparatimizga ham 18 tadan 24 tagacha tovuq sig'adi. Keyin bundan ham xuddi shunaqa sellar, yog'lar oqsa teshigi bor, pastdan oqib ketaveradi. Marketing jihatdan eng ko'p klient o'ziga jalb qiladigan apparat shu hisoblanadi. Nimagaki bu kechqurun juda ham chiroyli ko'rinadi. Videoda bag'ida yoki bu tomonda qatiga qo'yib o'tib ketaman buni. Ya'ni buni ishlayotgan jarayon tevasi aylanadi, reklamasi ichida lampochka so'nadi. Bu grill bilan birga tevasida reklamasi aylanadi. Bu joyiga xohlagan o'zlaringni brendlaringni, logotiplaringni yopishtirib qo'yib qo'ysalaring bo'ladi, nomerlaring bilan. Chiroyli tarzda aylanib kechqurun odamni juda ham o'ziga jalb qiladigan bo'ladi. Bunda ham o'sha aytib o'tilgandek lampochkasini yoqadigan, aylantiradigan va garelkalarni отдельно yoqadigan murvatlar bilan jihozlangan.
Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, bu grill apparatimiz hozirgi kundagi narxi $850 tashkil qiladi. Endi bu zamonaviy tandirimizga keladigan bo'lsak, bu transformer ham deb nomlanadi. Mana. Sababi bu narsa bemalol ajraydi, bo'linadi. Qoppog'i. Keyin bu qismi, yaqinroq olib kelingda, bu qismini ajratish sababi buni tayyor go'shtlarda yoki tovuqlarda, bunda tandir go'sht, tandir tovuq pishirsa ham bo'laveradi. Bu zamonaviy tandir deb atalgani sababi bu joylarga ko'rib turganingiz ilgaklariga ilinadi. Ilgandan keyin ikki kishi ikki yondan ko'tarib turib, shu kiygizib qo'ysa bo'laveradi go'shti bilan birga. Ko'rib turganlaringiz ikki bo'lakka hozir bo'lindi. Undan tashqari 4-bo'lak, ya'ni banonisi ham chiqadi. Bemalol ochib, bemalol işte videomiz orada uzilib qoldi. Sababi bu akalarimiz hozir Pokistondan kelishgan. O'zbekistonda совместный Pokiston va O'zbekiston qo'shma oshxonasi ochilyapti, restorani. Shu restoranga kerak bo'lgan oshxona anjomlari, kafe, restoranni biznes uchun kerak bo'lgan narsalarni hozirgi kunda sotib olishmoqda. Akalarimiz kelishgan. Assalomu alaykum. Inshaalloh. Assalomu alaykum. Assalom. Ha, hozir akamiz aytdilar, sheriklar, O'zbekistonlik sheriklar bo'ladilar. Hozir $5000 yaqin bo'lgan apparaturalarni komplektatsiyasini sotib olishdi. Akalarimiz fikrlaring qanaqa mana misol aka, siz tushunasiz? Bu можно на русском говорить? А, English. Yes. Very good. Yes. Shunaqa hozir akalarimiz bilan translator orqali O'zbekistonning hamkorlari bilan birgalikda savdoni amalga oshiryapmiz. Kimga shunaqa stanolar kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Videoda keyin joyda davom ettiramiz. Bu reklamli pauza edi. Xo'p, akalar, buni ko'ringlar, yaqinroq olib keling. Bu aytganimdek bu 3-bo'lak bo'linadi. Mana ichidagi yaqinroq olib kelavering, ichini ko'rsatib olaylik oldin. Ko'rib turibsizlar, garelkadan tashqari mana bunaqangi ko'mir soladigan o'zini paqiri bor. Buna paqirdan yana bor. Xohlasangiz qo'shib beraveramiz. Ichida garelkasi, o'zini zavodskiy shlangi, mana o'zini zavodskiy shlangi, o'zini o'sha zavoddan berilgan nomesidan chiqib qoldi hozir. Reduktori bilan birga beriladi. Ko'rib turganlaringizda mana bu yerdan xohlasangiz tagiga, bu pastlariga ham o'tin solib, yaqinroq olib kelavering, ichini ko'rsataylik. Pastki joylariga ham o'tin solib bemalol dimlab turib pishirsalar ham bo'ladi. Zamonaviy tandir deb shuning uchun aytamiz. Keyin buni tagini tozalash uchun o'sha aytganimdek xohlasangiz bu bo'lagini ham olib tashab turib, tagini o'zini bemalol tozalab, ya'ni joyiga qo'yib ishlataverasizlar. Kimga shunaqangi transformer, yangi zamonaviy tandir yoki grill apparatlar, oshxona anjomlari kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Buni narxini aytmaganimiz sababi hozir esimda yo'q, to'g'risi. Buni kompyuterdan ko'rib aytib berish kerak. Video davomida bu narsani ko'rib olmayapman, ming bor uzr. Video davomida kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, hammadan uzr so'raymiz. Videoga like bosishni va podpiska bosishni unutmanglar.